Endi Hazrat Umar radhiyallohu anhuning chevaralaridan birlari Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayhining ham xalq bilan bo'ladigan muloqoti to'g'risida bittagina misol keltirib o'tmoqchimiz. Bilasizlar, u zot Umayyi xalifalardan birlari. Samarqand aynan bizning yurtimiz shu zotning davrlarida fath qilinishi boshlangan. O'sha paytda xalifachilik Damashqda markazi, hozirgi Suriya markaz bo'lgan. Qutayba ibn Muslim rahmatullohi alayhi boshchiliklardagi askarlar kelib Samarqandning atrofiga joylashadi-da, ko'radiki Samarqandning aholisi o'ta harbiy salohiyati kuchli. Agar o'rtada jang bo'ladigan bo'lsa, qirg'inbarot jang bo'ladi. Minglab odamlar qiriladi. Shuning uchun sarkarda Qutayba rahmatullohi alayhi ajoyib bir tadbir qo'llaydilar-da, qo'qqisdan hujum qilib Samarqandni shundoqgacha bosib oladilar. Samarqand o'sha paytda butparastlar yurti, majusiylar yurti, butlarni toshlardan, yog'ochlardan yasab olib, shularga sig'inib yurgan, quyoshga sig'inib yurgan, otashparast, olovga sig'inib yurgan bir xalq. Asosan yurtni kohinlar, ya'ni folbinlar boshqarar edi. O'sha paytda musulmonlar kirgandan keyin folbinlar hammasi tog' toshlarga qochib chiqib ketvardi. Keyin musulmonlarning adolat bilan hayot kechirayotganlarini ko'rib sekin-sekin tushib kelishdi. Qarasa hamma yo'q joy-joyida. Hech qanday talon-taroj bo'lmagan. Birovni bir toli sochi ham to'kilmagan. Qarasa bularning adolatini doston qiladigan darajada. Sekin yo'q-buyoni o'rganib ko'rishuvdi, musulmonlarning odati bunaqa emas ekan. Ya'ni birdaniga bostirib kirishga haqqi yo'q ekan. Kohinlar maslahatlashida bir yosh yigitni borasan, bularning xalifasini oldiga borib, shu sarkardan o'zin shikoyat qilasan deb jo'natib yubordi. Elchi kohin, folchi, ya'ni folbin bir yigit bir necha oylar davomida yurib oxiri Damashqqa yetib bordi. Borib ko'chalar aro yurib bir kishidan so'radi. Xalifaning saroyi qayerda? Falon ko'chaga bor deb ko'rsatib yubordi. Borsa bir inson oddiygina kiyimda, qo'llari loy, devorni loy bilan chaplab turgan ekanlar. Hayron bo'lib, shummikan Amirul Mo'minin. Kimsan Atlantika okeanidan tortib Xitoygacha hududni egallab turgan butun boshli musulmonlarning rahbari shumikan? Hayron bo'lib qoldi-da, o'zini ko'zini oldiga kohinlar keldi. Biz yurtimizdagi kohinlar qanday dabdabali hayot kechiradi-yu, kichkinagina joyning rahbarlari. Bularning rahbarini qara. Ishongiz kelmay turganida bir ayol kichkinagina bolachasini yetaklab keldi-da, "Ey Amirul Mo'minin, meni bolalarimga nafaqa yetmayapti. Ozgina nafaqamni oshiring" dedi. Shu paytda Amirul Mo'mininning bolachasi, o'g'ilchasi bir o'yinchoq o'ynab turgan ekan, haligi ayolni yetaklab kelgan bolasi o'yinga qiziqdi-da, bori Amirul Mo'mininning o'g'lini qo'lidan o'yinchoqni tortib olib qo'ydi. U o'yinchoqqa yopishganini bir itarib yubordi, Amirul Mo'minin bolasi yiqilib tushdi, qonadi. Jarohat oldi, yig'i-sig'i bo'ldi. Amirul Mo'minin ayollar yugurib ichkaridan chiqdi, qarasa o'g'lining boshidan qon oqyapti. Albatta ona mehribonchiligi bor. Bolasini yupatdi, o'qildi, bu qildi, jarohatni bog'ladi-da, haligi ayolga baqirib ketdi keyin. "Sen o'zi kimga jarohat yetkazganingni bilasanmi? Amirul Mo'mininning uyida turibsan, u bu deb baqir-chaqir qilavdi." Haligi ayol bolasi ikkalasi qo'rqib, shunday ranglari o'zgarib qoldi. Shunda Amirul Mo'minin o'rtaga tushdilarda, "Hoy, to'xta. O'yinchoqni o'zini bolasini qo'lidan olib, haligi ayolni bolasini qo'liga berdi-da, yupatib xafa bo'lmanglar. Dedi ayolga qarata, "Sizni nafaqangizni oshiramiz. Men bu to'g'risida buyruq beraman, xafa bo'lmang." Keyin o'zini bolasiga qaradi. Bolasini borib peshonasini o'pib, "Bolam, hech unday qilmay endi. Bolalikda bu jarohat hech narsa qilmaydi." Onasiga qarab, "Onasi, bularni qo'rqitib yubording-ku. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kimki bir musulmonni qo'rqitsa, Alloh uni qiyomat kunida qo'rqitadi deganlar. Shuning uchun qo'rqitmagin" deb ayollarga tanbih berdilar. Mana shu hodisani ko'rib turgan Samarqandning folbin yigiti tan berdi. Haqiqatan ham shu inson Amirul Mo'minin ekan. Bularda Amirul Mo'minin shunday hayot kechirar ekan. Demak, bu inson bilan bemalol gaplashib, muloqotga kirish mumkin ekan dedi-da, shunda yoniga yaqinlashgan edi. Amirul Mo'minin kimsan deb so'radi. "Men Samarqand ahlining elchisiman. Nima xizmat bilan kelding? Sizning lashkarboshingiz Qutayba ibn Muslimning ustidan shikoyat qilib keldim. Samarqand ahlini haqqini so'rab keldim. Sizni adolatparvar xalifa deb eshitgan edik. Shundan umidvormiz." Nima qildi Qutayba? U aytdiki, "Sizlarning odatlaring bo'yicha
urushga tayyorgarlik ko'rishimiz uchun 3 kun muhlat berish kerak ekan. Ya'ni odatlaring bo'yicha urush qilishdan avval 3 ta narsani ixtiyorini bizga berishlaring kerak ekan. Islomni qabul qilish yoki jizya to'lash yoki urush qilish. Vaholanki Qutayba bizga umuman undoq qilmadi. Qo'qqisdan bosib oldi bizni, egallab oldi. Degan edi Amirul Mo'minin, bilasizlar, bir kishining so'zini eshitib turib hukm chiqarmaydilar. Bitta xatga shundoq 2 qator narsani yozdilarda, shuni borganda Samarqandni noibiga bergin, adolat bilan hukm chiqaradi deb javob berdilar. Haligi Samarqandlik yigit maktubni olib Samarqandga keldi va hokazo ishlar hammasi joyiga tushdi. Adolat yuzaga chiqdi. Samarqand ahli ularning bu adolatini ko'rib turib iymon keltirdi. Folbinlargacha hammasi iymon keltirib yubordi. Mana shundoq qilib bizning yurtimiz mo'min musulmonlar yurtiga aylandi. Kimlardir aytadi, undoq qilib bosib olgan, arab bosqinchilari bundoq qilib bosib kelgan, qancha qon to'kilgan, qonlar daryo bo'lib oqqan. Bular Sovetning tarixchilarini yozgan axborotlari bular. Bular xudosizlarni tarixini ma'lumotlari bular. Islom tarixi ma'lumotlari bo'yicha o'rganinglar, bizning yurtimiz qanday fath qilinganligini. Alhamdulillah, ana shunday yo'l bilan fath qilingan ekan. Mana azizlar, xalq bilan bo'ladigan muloqotlar va ularning ijobiy samaralari qay yo'sinda amalga oshgan.